Spushanная rukava, ya'ni yenglari xuddi shunday yelkasi tushirilib uzaytirilgan yeng andozasini albatta siz ko'p bora tayyorlab ko'rgansiz. Mana shu siz ko'rib turgan spushanная yengni ikki xil proymada tayyorlanishini bilarmidingiz? Keling, men sizga bugun mana shu ikki xil proymani tayyorlanishlarini ko'rsatib beraman va ikkalasining farqini aniq sizga tushuntirib o'taman. Mariams metodi bilan tayyorlangan osnovani, ya'ni andozamizni asosidan bu andoza uchun foydalanyapman. Orqa osnovaga hech qanday o'zgartirish kiritmasdan faqat yelka chiziqlarini uzunligini 15-20 sm ga uzaytirdim va pastga ham aynan 12 sm uzunlik qo'shib, yonidan 3 sm kenglikka qo'shdim. Va xuddi shunday qilib yenglarimizni burchak lineyka yordamida pastini chizib va yonboshga tutashtirdim. Mana shu birinchi bizni spushanный yeng andozamiz. Yana osnovani ustidan plyonkani qo'yamiz. Ikkinchi spushanный yengimizni xuddi shunday qilib chizamiz. Yelkalardan 2 sm pastga tushirdim va uzunligi 8 sm qo'shdim. Yonidan xuddi birinchi andozamizdek 3 sm yoniga pastga 12 sm qo'shib, mana shunday ko'rib turganingizdek proymalarni yoylashtirib ichiga olib chizdim. Bu ham albatta spushanный yeng andozamiz. Ko'rib turganingizdek, biz bitta andozadan ikki xil yengni tayyorlab oldik. Bu ikkalasi ham spushanный yeng, ya'ni birini tashqariga proymalar tekis holatda chiqqan, ikkinchisi ichkariga olingan. Birinchi variantdagi spushanный yengimizga xuddi shunday qo'shimcha yengni qo'shsak bo'ladi. Yoylashtirilgan spushanный yeng andozamizga qanday qilib qo'shimcha yeng andozasini olishni siz bilasizmi? Mana shu yengni to'liq sirlari bilan o'rganishni xohlasangiz, izohlarda Mariams deb yozib qoldiring va sizga to'liq ma'lumotni beramiz.